Ko'pchilik so'rabdi, nimaga bunaqa oila, nimaga bu oilada 4 ta nogiron bo'lgan, sog'lomlari bormi? Sog'lomlari bor. Bu oilada 8 ta farzandi bor, sunnat bolalarida 4 ta farzandi shunaqa bo'lib qolgan. Bu kasallik irsiy kasallik, ya'ni xolavachchalar qarindosh bo'lgan, ya'ni ish po'lati ziyoda hozir ahvollari o'rta og'ir darajada, ish po'lati g'olib bu og'ir formali distrofiya. obunachilar kelibdi, xudo xolasa. Amakimiz. Amaki qayerdansiz? Toshkentdanmi? Ha, Toshkentdanmiz. Toshkentdan shu YouTube kanalida ko'rdim. San'atlarga esa yurishib, o'yinga sog'-salomat shubalar to'ylariga kelsa, Alloh. Allah to'g'ri yo'lda adashdim. Sizni ham tan joningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Bosh-qosh bo'layotgan ekansiz, bolalaringizga boshi buning ota-onangiz tan jonlari sog' bo'lsin. Shundoq yigit anaqaga kamolga yetkazib tarbiyalab qo'yishibdi. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, sog' bo'linglar. Shundan qolgan uylarga buyursin. Hurmatli obunachilar, xullas hozir rentgenni ham shu yerga olib kelyapti. Bolalarni sarson qilmaymiz deb Jamol akamiz o'zlari aytgandilar. Hozir rentgen o'zi ham kelyapti mana. Mutaxassislarimiz, professorlarimiz o'sha eng zamonaviy texnologiyalar, o'sha eng oxirgi rusumdagi rentgen apparati, to'g'rimi? Да, Высокий, да, у них? очень. Вот это надо будет контролировать. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kecha ko'rdingizmi videoni? Ko'rdim, juda ham. Kommentariyalar juda o'zgargan. Hammaliga minnatdormiz. Bizning arzimagan mehnatimizga shunchalik hammaliga yaxshi naqal yozishibdi. Hammaliga rahmat. Ehson qilayotganlar o'sha sunnat buvam ish po'lat nomiga o'zini Humo kartasi bor, o'shanga qilyapsizlar. Hech qachon adashmayapsizlar. O'zlarini kartalari Humo karta. Shunday, shunaqa. Keyin duo bering deydiganlar, sunnat buvam har doim duoda, 24 soat. Video boshdan albatta menga, bizga, kanalimizga motivatsiya bo'lish uchun albatta like bosib, kommentariyaga o'z fikr mulohazalarini yozib qoldiramiz, aziz obunachilar. Assalomu alaykum, bizda kuzatib turgan, uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Yarmanov Shahboz. Video boshdan albatta menga, bizga, kanalimizga motivatsiya bo'lish uchun albatta like bosib, kommentariyaga o'z fikr mulohazalarini yozib qoldiramiz, aziz obunachilar. Bugun xudo xohlasa Toshkent viloyatida, Nano markazida 3-kunda xudo xohlasa sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashab kelayotgan o'sha bitta oiladan 4 ta nogiron chiqqan o'sha oilani Nano markaziga olib kelganmiz. Xudo xolasa davolash muolajalari ketyapti, o'z yo'lida ketyapti, xudo xolasa. Yana ko'pchilik kommentariyada shunaqa yozibdi. Doktorlarimizga rahmat, Jamoliddin Jalolovga rahmat debdilar. Keyin menga ham rahmat debdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Kommentariy 2000 ni oshib ketgan. Kanalimiz hozir statistikasi juda ham zo'r va shuni ma'lum qilamizki, kecha 200 mingta bo'ldik, bugun 202 mingta bo'lib turibmiz. Obunachilarimiz qo'shilishda davom etyapti. Albatta bu bizga motivatsiya, xudo xolasa. Hamshiralarimiz yozishibdi, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, barchangizdan duo qilishyapti. O'sha mana shu farzandlarni, mana shu oilani duo qilishyapti. Va yana bitta narsa, ko'pchilik so'rabdi, nimaga bunaqa oila, nimaga bu oilada 4 ta nogiron bo'lgan, sog'lomlari bormi? Sog'lomlari bor. Bu oilada 8 ta farzandi bor, sunnat bolalarida 4 ta farzandi shunaqa bo'lib qolgan. Bu kasallik irsiy kasallik, ya'ni xolavachchalar qarindosh bo'lgan, ya'ni opa-ukalar qarindosh bo'lganligi uchun mana shunaqa kasallik bo'lib qolgan. Asl sababi shunaqa do'stlar. Do'stlar o'rtoqlar, hozir ozodliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Va bugungi videolarni o'tkazmasdan tomosha qilish jarayonini albatta videoda uzoqlashmay tomosha qilib boramiz, jigarlar. Ro'za oyida qiynalmayapsizlarmi? O'zi ro'za oyi ham xudo xolasa tugay deb qoldi. O'sha
sezyapsizlarmi, o'zi hozir ro'za tutganmiz-ku, ertalab odam choy ichgisi ham kelmaydi, kechqurunga borib o'zi ovqatlanish nimasi nima desam eski ham kelmay qolganda, hozir o'zi xudoning o'zi kuch-quvvat beraver ekanda, sekin-sekin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana shu opamni ko'rsatib o'tib ketay. Opa, qalaysiz? Charchamaysizmi? Ishlaringiz zo'rmi? Opamiz kecha kunduz nazoratdalar. Qalaysiz? O'zingiz yaxshimi? Charchamasdan ishlayapsizmi? Charchamayapsizlarmi? 24 soat ishlab yana ishlayverasiz-a? 24 Kecha soat kunduz. ishlab Ha. ishlayveramiz. Charchamayapsizmi? Qaliyevacha. Obunachilarimiz rahmat aytuvdi. Kecha siz bitta qolib ketgan ekansiz. Sizga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman obunachilarimiz tomonidan. Baraka topishdi obunachilar. Charchamang. Sog' bo'ling, Hop, charchamang. mayli. Ozodbeklarni bir qog'oz ko'rsatib yuboramiz. Saodat xola, qandaysiz? O'zingiz yaxshimi? Uxlasangiz maylimi, nima turib olgansiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Saodat xolam Beshukr, tuzalib yaxshi. ketsin, kasal bo'lmasin debdi kecha. Ha, beshukr, yaxshi, rahmat. O'zi zo'rmi? Yaxshi. Salomlashib qo'ying obunachilar bilan. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringiz yaxshimi? Biza yaxshi, Xudoga shukr, bizani so'raganlaringiz uchun rahmat. Qayerda bo'lsa yaxshi yurgan bo'lsanglar bo'ldi, bizlar ham yaxshi. Rahmat. Yaxshi bo'ling, ular. Xudo xolasa. Endi Ozodbeklar tanishtirdim. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kecha ko'rdingizmi videoni? Ko'rdim, juda ham. Kommentariyalar juda o'zgargan. Hammaligiga minnatdormiz. Bizani arzimagan mehnatimizga shunchalik hammaligi yaxshi naqal yozishibdi. Hammaligi rahmat. Shu bolalarning dardiga shifo bersin. Allohdan shuni so'raymiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz hammamiz. Rahmat sizga ham. Mayli, Charchamang, sog' Alloh bo'ling. kuch-quvvat bersin. Xo'p, rahmat kattakon. Hamshiralarimiz o'sha ro'za tutishiga qaramasdan ertalabdan tik oyog'ida opalarimiz. Ozodbek, Sunatbo, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz zo'rmi? Ro'zalar bilan charchamayapsiz. Bo'ladi, Xudoga shukr. O'zingiz qandaysiz? Allohga shukr, yaxshi. Charchamasdan yaxshi dam olyapsizmi? Allohga shukr, yaxshi. Xudoga shukr. Mana shu bolalarni oldida nima qilib turibman. Allohim rozi bo'lsin. Shularga bir shifosini berib, shu yerdirib chiqib ketaylik. Nasib bo'lsa shu ozgina bo'lsa ham chiqib natija beryapti. Bugun 3-kun. Chiqib yaxshi bolalar nasibasi ko'tarilyapti. Chiqib ozgina bor. Chiqib o'zgarish. Keyin obunachilar duo bering, Sunat buvamni ehson qilyapmiz kartalariga. Va ehson qilayotganlar o'sha Sunat buvam Ishpo'lat nomiga o'zini Humo kartasi bor, o'shanga qilyapsizlar. Hech qachon adashmayapsizlar. O'zlarining kartalari Humo karta. Shunday, shunaqa. Keyin duo bering deydiganlar, Sunat buvam har doim duoda, 24 soat ehson qilayotganlardan duoda. To'g'rimi Sunat buvam? Duodaman. Ilohim men mana shu musofir yurtda yurgan yigitlar hammasi omadini bersin, ishlari yurishsin, doimo yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Bayash hayoti bola-chaqasini oldiga kirib kelib qilayotgan ehsonlarni Allohim dargohiga qabul qilsin, shu bolalarga ham shifosini berib, to'ylaringizga kelsin. Allohu akbar. Shunday bo'lsin. Charchamang Sunat buvam. Ozodbek, qanday o'zi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Zo'rmi? Biz Biratishga shogirdlikka olaman deyapman, Xudo xohlasa Ozodbekda. Bu ham bloger bo'laman deyapti. Nima deysan, bo'lasan-a? Nasib bo'lsa sizga shogird bo'laman, aka. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Bizga yaxshi, rahmat. Ancha yaxshi, Allohga shukr bo'ladi. Xursandmiz doktorimizdan. Rahmat, doktorimiz qarayapti. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Barcha obunachilarga rahmat deb qolaman, yordam berganlari. Shuncha bizga yordam qilishyapti. Umidan baraka topsin, bizga yordam qilyapti. Allohdan rozi bo'lsin. Kishilardan, akalarimdan, opalarimdan yordam berishyapti. Rahmat, kattakon. Allohdan rozi bo'lsin. Birga qaytaramiz deb niyat qildik Ozodbek bilan. Inshaalloh. Sizlar Ozodbeklarga yordam beryapsizlar-ku. Ozodbek Xudo xohlasa nasib niyatimizga yetamiz. O'sha yurib ketganimizdan keyin Ozodbek birinchi menga operatorlik qiladi. To'g'rimi? Operatorlik qilib, keyin meni yonimda o'zi qo'shilib, nasib bo'lsa shunaqangi oilalarga, ehtiyojmand oilalarga yordam beramiz deb niyat qilganmiz. Ozodbek ham bo'ladi, Karomat ham shogirdlikka tushaman deyapti hozir. Xudo xolasa. Ha, inshaalloh. Ozodbek har doim duoda do'stlar. Duodaman, yaxshi insonlar, sizlarni duo qilaman bir umr. Bizga yordam beryapsizlar.
nasib bo'lsa yaxshi bitsa xudo xohlasa. Hech qanday kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, bo'ladi. Doktorlar qarayaptimi? Qarayapti, rahmat doktorlarga, hammasiga. Endi bundan keyin ham do'st, ham uka, Shunday. ham shogird, Shunday. ham bitta oilada aka-ukadek bo'lib Shunday. qolamiz. Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa. O'zi shunaqa ham bo'lib ketdik o'zi. Shunday. Shunaqa ham bo'lib ketdik. Akamda bo'lgansiz. Ha, 2 yildan beri o'zi shunday bo'lgandan Shunday keyin bo'ldingiz aka. aka-ukadek bo'lib ketamiz, to'g'rimi? Shunday. Ha, shunday. Karomat nimaga yotibdi? Ha? Do'stim? Ha? Dam olish kerak emas-da endi. Shuncha dam olish bo'ldi-ku. Qanday o'zi? Yaxshi zo'r. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Men ham yaxshiman, zo'rman. Yordam berib turibsizlar qo'llaringdan kelgancha. Ularga men bersin. Alloh qo'llasin sizlarni. Musabirda akalarim, opalarim, Alloh qo'llasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizga yordam qilyapsizlar. Qo'llaringdan kelgancha. Biz yaxshimiz, zo'rmiz. Davolanyapmiz. Kayfiyatlar yaxshi, zo'r. Nechini olyapsan? Nechini olyapmiz. Yaxshi. Davolanyapmiz. Yo'q bo'lib ketdimi? Yurakni nosi? Yuraklar yaxshi bo'lib ketyapti. Rahmat. Ha, yaxshi bitasan, xudo xolasa. Yo'q, endi G'olib akam bilan Ziyod opamizni ham ko'rsatamiz endi. Bismillah. Mumkinmi? Ya, assalomu alaykum. Ya, G'olib aka, turibsizmi aka? Qandaysiz G'olib aka? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? O'zi zo'rmi? Yaxshimisiz? Kecha doktorlarimiz yaxshimisiz degan ekan, G'olib akam yaxshi deb aytdi-da kecha. Biz hayron qoldik. Holat to'g'rimi? G'olib akam hech javob qaytarmaydi-da, to'g'rimi G'olib aka? G'olib aka, zo'rmisiz o'zi? Yaxshimisiz? Yaxshi deb ayting kechagidek. Yaxshi deb aytdi kecha. Biz hayron qoldik. Ana opa, Tatyana opamida. Tatyana opa shunday keldi-da, yaxshimisiz? Yaxshimisiz desa, yaxshiman deydi. Hech gapirmaydilar-da. Ha, yaxshi bo'ling G'olib aka. G'olib aka ham zo'r holati mana. Ovqatlanishlari ham yaxshimi? Yaxshi. Nima deyapsan? Ziyod opam bilan salomlashaylik. Ziyod opa, assalomu alaykum. Qalaysiz? O'tirsam bo'ladimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. O'zimiz assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Mana bugun 3-kuni davolanish davom etyapti. Ovqatimiz yaxshi. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Yaqinlashib kelayotgan hayitlar bilan bizlar mana nasib bo'lsa doktorimiz qarashyapti. Tansiyani opamiz kelib qarashdi. Davolashga yordam berib kuchaytirib kelyapti. Bugundan yana kuchaytiramiz, ukalarni deyapti. Yaxshi ukalar uryapti, osmalar qiyyapti. Ertalab 10 gram qon oldi. Bir oylarda javob chiqib qolar nasib bo'lsa deyapti. Nasib bo'lsa Jalidov akamiz ham, doktorimiz ham yaxshi doktor ekan juda ham. Mavlasi ham yaxshi. Hozir boya aytdi doktorimiz, yana boshqa analiz topshiryapti ekan doktorimiz. Tezroq analiz javoblarini chiqarishga aytdilar. O'sha 1 oy emas, balki 10 kunlarda chiqarib beramiz, sizlarga tezlashtirib beramiz deb aytayapti hozir. Tezroq chiqarib, tezroq aniqlashimiz kerak kasallikni deyapti-da. O'sha sekin aniqlanadigan laboratoriya usuli ekanda, u sekinlik bilan tekshirilar ekan u narsa. Shunaqa ekan. Shunaqa. O'zi yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'lmasa. Xolam ham duoda, har doim obunachilarimiz, o'ylamanglar. Har doim duoda bo'lib turibdi. Ihson qilganlar, o'sha duoda bo'lib turganlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin, xudo xolasa. Mana shu oilani bu yoqqa olib kelishdik o'zi bo'lmadi. Qancha pashta 15 kunlar video qildik. Lekin kanalimiz obunachilar befarq bo'lmadi. Rahmat aytamiz barchaga, o'sha kanalim nomidan, o'zim nomidan. Nasib xudo xolasa bu yog'i zo'r bo'ladi. Faqat duoda bo'lib tursanglar bo'ldi.
rengiga qilamiz. Ish po'lati ziyoda hozir ahvollari o'rta og'ir darajada, ish po'lati g'olib bu og'ir formali distrofiya, karomat bilan Ro'ziqulli ahvoli stabilniy og'ir. Hozir Ro'ziqulli kecha onalari ichlari ketyapti deyishuvdi. Hozir bugun yaxshi. Kamaydi. Jasur bilan qarash. Yaxshi hammasi. Endi qolganini sekin-sekin tiklanib boradi. Analizlarga kelsak, analizlarimizni bizda genetik tekshiruvlarni boshladik. Kecha o'zim tepasiga borib ko'rdim. Bugun ham o'zingiz bilan birga borib ko'ramiz halobetdan keyin. Bu yerda hozir biz faqat Dushanbekirga tekshirdik. Orqa mushak atrofiyasining birinchi, ikkinchi, uchinchi turiga tekshirdim. Endi analizlarni men aytib o'taman. O'sha orqa mushak atrofiyasini hamma turi, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi turiga Dushanbekir kasalligini DNK tashxisini boshladik. Keyin kalpaynopatiya kecha marhum Anvarni yana bitta tekshiruvni qilinglar, MPL degan tekshiruvlar kalpaynopatiya degan kasallikni исключить qilishi, miopatiya Thomson-Becker degan kasallikni ham qo'shdik. Bunda shu bitta genni ko'rilar ekan, bu ham juda katta gen. Sababi ziyodani holatlariga qarab, bularda Dushanbekir emas. Bitta boshqa nima siz marhumlarni har kuni bunaqa kasallar 20 ta 30 tasini kamida ko'radi. Bularni ko'rib klinikasini ham bilib oladi. Shu sababdan hammaga mana shu kalpaynopatiyani ham tekshirib ko'ramiz. Mana shu genni ko'ramiz. Dushanbekir, а потом мы ставили у них совсем другой клиник. Да, диагноз другой. Но это не Дushanbekir. Мы сейчас смотрим спинальные мышцы. Да, все. У них четверо. Здесь двое, а там еще двое. Вот у них сейчас почти мышцы нету. Мышц органов нету. Потом мы сейчас позвали много врачей из клиник-центра и еще А лет сколько? диетологов. 22. 85 лет. 22 года. 80 Позавчера они вообще не двигались. А сейчас они уже это тоже его брат? А дома в каких условиях находились? Очень тяжело. Не проверили, ни лечение тоже полноценное они не получили. Аромат yaxshimisiz? Qanaqasiz? Здесь еще гемостазом есть кое-какие, можно будет это сейчас обсудить. Сами, Да. Он высокий, да, у них? Очень. Вот это надо будет контролировать, потому что белок еще усилит концентрацию. Нужно будет норму завести. Сейчас я туда скажу. Это отец детей. Сейчас разберемся, чем сможем, обязательно поможем, вам все откорректируем. Хорошо. Hozir yaxshimisiz? Bugun yaxshi qaramoqda. Kecha chiqib qaramoqda. Shahboz. Кушает уже, пьет. Смотрю, хорошо. Так. Qanaqasiz? Ayting doktorga. А если til ko'rsatilmaydi? Aha, yaxshi. А на ногах?
Да, отек? Стабильности joyida undan shu. Ana sama не может ходить тоже. Ну, мы сейчас вертикализатор Обязательно, там обильный, да, обязательно запивать. 200, 300, 400 миллилитров сколько могут, так и лучше пивать. Suvni ko'paytirdilar, kechadan suv ichish ko'paydi. Обильно piydi сейчас. Ana ko'rib turganlaringdek, hozir Germaniyadan professorlarimiz kelyapti, doktorlarimiz olib kelyapti. Germaniyadan kelib qoldi doktorimiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Doktorimizdan ham chet eldan barcha doktorlarni o'sha olib keltirishga harakat qilyapti. Sizlar o'ylamanglar, xudo xohlasa hamma professorlarni chaqirishga harakat qilamiz birgalikda. Sizlar faqat podishkada bo'lib tursanglar bo'ldi, xudo xohlasa. To'g'rimi, xola? Shunday bo'lsin. Biz obunachilar kelibdi, xudo xohlasa. Amakimiz. Amaki qayerdansiz? Toshkentdanmi? Ha, Toshkentdanmiz. Toshkentdan shu YouTube kanalida ko'rdim. Ha. Alloh so'rab ketavergan edim. Ehson qildilar, akamni ehsonlarini qildilar. Akamni iloh amin. Akamni qilayotgan xayr insonlardan va Alloh qabul qilsin. Mana nima deyatlar, deyatlaringiz. Sizlar yurishib, o'yinga sog' salomat shubalar to'ylariga ketsin. Alloh. Allohga shunday bo'lsin. Rahmat amaki. Sog' bo'linglar. Xudodan qaytsin. Men aytdim-ku, oyim doktorlar. Endi ular общий terapeutlarda qo'llaridan kelgancha agarda telefonimni yozib olsangiz, doimo ular ham saxiy insonlar yordam berish qardan tayyorlar. 94lik. 631 99 11 Jahongir Po'latov. Ukalar tuzli bo'lib qolinglar. Xudo xolisa to'ylaringlarda sog'lom bo'linglar, sog' bo'lib qolinglar. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketasizlar. Sog' bo'ling. Rahmat Jahongir, keling. Alloh razı bo'lsin. Obunachilarimiz kelishda davom etyapti mana xudo xolasa. Ozodbek, xursand bo'lyapsanmi? Obunachilarga xabar olyapti, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Akamdan kelib xabar olibdi, rahmat. Ehson qilib ketishyapti o'zi. Kuchi yetgancha xudo xohlasa. Rahmat aytamiz hammamizga. Sunnatman xursand juda. Rahmat, mana akalar kelyapti, xabar olyapti, obunachilar mana ozmi ko'pmi kuchi yetgancha ehson qilishyapti. Duo qilishib ketyapti. Allohga shukr, rahmat. Sharoitlar gap yo'q, ba'zi ham gap yo'q ekan. Hamma narsa bor, yetarli. Shu doktorlar hamma vaqtida kelib turib xabarni mijasini qilyaptilar. Rahmat, bu kishilar ham o'rnidan baraka topsin, omadlarini bersin. Hozir bizani ashaddiy homiymiz desak ham bo'ladi. Shu opamiz kelyapti, Malika opamiz. Obunachimiz sen bo'ladi. Assalomu alaykum. Malika opamiz, obunachi. Ozodbek, karomat. Ozodbek aytganman sizda. Ozodbek, Malika opamiz, obunachi. Shifoli dardlardan bo'lsin, gunohlar kaforat bo'lib yaxshi bo'lib ketinglar. Alloh besh vaqt namozga polvon qilsin. Hammamizdan to'g'ri yo'lga adashsin. Mana shu ishlayotgan qizlarimni, bolalarimni hammasini tan joni sog' bo'lsin, qo'shganimiz bilan qo'shaqar ikki dunyosi obod bo'lsin. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga dard beradi. Yaxshi ko'ribsizlarmi? Dard beribdi. Xayrli shifoli bo'lsin, gunohlar kaforat bo'lib. Mana aziz mukarrama qilib shuncha odamlar sabab chiqib qo'ymaslik pokiza joylarga yetkazib qo'yibdi. Allohga beadad shukronalar bo'lsin. Alloh bu dardlarni xayrli qilib kechiktirib berdi, dardlarga shifo berib, ota-onalarning tan joni sog' umri bo'lsin. Shuncha panxaldan beri qarashibdi. Sizlarning rohatinglarni rohati ko'rishni nasib qilsin. Alloh bergan dardiga shifo berib, ikki dunyoda aziz mukarrama qilib qo'ysin. Alloh to'g'ri yo'ldan adashsin. Sizni ham tan joningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Bosh-qosh bo'layotgan ekansiz, bolalaringizga boshi bo'lsin, ota-onangiz tan jonlari sog' bo'lsin. Shundoq yigit anaqaga kamolga yetkazib tarbiyalab qo'yishibdi. Ikki dunyoda aziz mukarram bo'lishsin. Qilayotgan zarracha amalingizni Alloh mukofotlarini
ulug' qilib jannati bilan mukofotlasa, gunohlarga kaforat bo'lsin. Ikki dunyoda aziz karomat beraylik. Alloh o'zidan o'ziga muhtoj qilsin, ikki dunyoda kam qilmasin. Oxirdan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb mana shu ro'za ayyomlardan jumla mintarga shifo berib, pokiza bo'lib chiqaylik, gunohlardan pok bo'lib, onadan yangi tug'ilgan deb Alloh mukofotlanib jannat bilan mukofotlasin. Ana gunohkorlar ro'yxatidan tushib jannati ro'yxatida bo'lish nasib qilsin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام حبيبي الصلاة والسلام يا خير خلق الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم qabul qilgan bo'lsin. Shular uyingizni sog' salomat uyingizni yurdirib ketaylik dedim shular. Shifosini bersin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Doim yaxshi to'ylar kelgan bo'lsin. Hurmatli obunachilar, xullas hozir rentgenni ham shu yerga olib kelyapti. Bolalarni sarson qilmaymiz deb Jamol akamiz o'zlari aytgandilar. Hozir rentgenni o'zi ham kelyapti mana. Bizi mutaxassislarimiz, professorlarimiz o'sha eng zamonaviy texnologiyalar, o'sha eng oxirgi rusumdagi rentgen apparati, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Nasılsınızlar? Assalomu alaykum. Salom beryapsiz. Hozir rentgen apparatlarimiz ham keldi. Taxlanadi rentgen apparatlarimiz. Mutaxassisimiz.
Ketavering, bo'ldi. Kerak emas. Qora kiyimingizni ham ko'rmang. Hozir laboratoriyaga boryapmiz. Laboratoriya bilan sizlarni tanishtiramiz. O'sha ko'rsata olmagandik. Bu podolga biz laboratoriyani boshlaganmiz. Bitta bizning laboratoriyamiz asosiy klinichniy texnologiya bo'yicha kecha Zulfiya aytdi, regeneratsiyani yaxshi rivojlanishi uchun o'zak hujayralarni yuvorishni yo'lga qo'yamiz, xudo xohlasa. Bu yerda bizda GEPA filtr o'rnatilgan laboratoriyaga alohida. Bu oddiy filtr emas, oddiy ventilyatsiya emas, bu GEPA filtr hisoblanadi. Bu yerdan boshqaramiz. O'zini temperaturniy rejimi bor. Buni производитель o'zigisi hammasini qilib berishgan. Bu yerda bizda mana kryo kameramiz, bu azot saqlaydigan konteyner hisoblanadi. Bu yerda o'sha biomaterial saqlanadi. Buni hali ishga yo'lga qo'ymadik-ku, endi buni ishga tushiramiz yaqinda. Mana bu flotsitometriya apparatimiz bu CD markör immuniy statusni tekshiradigan apparat hisoblanadi. Biz bu apparatlarda ishlab kelganmiz. Bu yil endi Ko'kchada filialdan bu yoqqa o'tganimiz sababli u yerga Ko'kchaga yangi apparatlar qo'ydik. Bu ishlab turgan apparatlarni bu yerga ko'chirib o'tkazdik. Endi mana shu apparatlarni hozir aytyapsiz-ku, o'sha immunitet nimalarni, o'sha ko'cha tilida ham bir tushuntirasizmi? Obunachilarimiz tushunmasligi. Bu Shohbozbek xronik kasallik bor, artrozlar, suyak sistemasida muammosi bor, keyin jigar kasalliklari, yurak kasalliklarida davolash juda qiyin bo'lgan bemorlarda o'sha o'zak hujayradan o'zini ko'chirib o'tkazish, o'zak hujayrani qo'yiladi. Bu transplantatsiya стволовой клетки deyiladi, o'sha o'zak hujayrasini ko'chirib o'tkazish. Masalan, sistemniy krasniy volchanka bor. Sistemniy kasalliklar juda og'ir o'tadi, keyin suyak yemirilishi hozir ko'payib ketdi, suyak yemirilishi, keyin jigar sirrozlari, jigardagi yog' bosishi, jigar yog' bosishi, jiraviy gipatoz. Mana shu kasallikda agar shu o'zak hujayrasini o'tkazilsa, o'zak hujayrasini qo'ysa, bu kasal 5 yilgacha remissiyada yashaydi. Hech narsa bezovta qilmaydi. Bilasizmi, artritlar og'rig'i juda kuchli bo'lmaydi, lekin asabiga tegadigan, yashab yasholmaydi, kechqurun uxlatmaydi. Mana shunaqa artritni yomon kasallik. Bu kasallarni agar mana shu yo'l bilan davolasa 5 yilgacha hech qanaqa organizmda o'zgarish bo'lmaydi. 5 yildan keyin ham bezovta qilmaydi. Bizani beradigan garantiyamiz 5 yil kasalda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana flotsitometriyada bu tekshiruv usuli. Immunitetimiz qanaqa ishlayapti? Bir xil paytda biz shamolli yuramiz, tez shamolli, tez shamolli yuradi. 10 kun, 15 kunlab shamollashi cho'ziladi. Shunaqa bemorlarga biz immun tizimini tekshirib beramiz. Organizmimizda o'zi kurashish tizimi bor. T helperlar bor, T killerlar bor organizmda. O'shalarni ishlash jarayonini kuzatib boramiz. Immunitetni to'g'irlab olsa, hech qanaqa virus, bakteriya organizmga xavf solmaydi. Bu laboratoriyada shunaqa tekshiruvlarni boshlaymiz. Hozir shu yerda siz xudo xolisa boshlayotganimizda ham o'zingiz borib ko'rib turasiz. Bizda mana linoleumgacha bakteriotsidning hammasi har kuni bir marta yuvib chiqqandan keyin bu linoleumni o'zi ham bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Bu linoleumlarni ham biz Turkiyadan zakaz qilib olib kelganmiz. Laboratoriyamizdan ham o'sha mutaxassislarimiz, o'zimizning mutaxassislar, Rossiyaning mutaxassislari, o'sha Turkiyaning mutaxassislari bilan birga maslahatlashib kelganmiz. Klinikani qurishda ham faqat maslahatlashib, 3 ta 4 ta davlatlarga o'zimiz borib kelib, ko'rib, keyin qurganmiz. Bizani juda ham mana shunaqa hamma ishlarni proyektlarni qilib beradigan o'zimizning texniklarimiz bor. O'shalarni o'zi shug'ullanadi. Biz ularga yozib beramiz, ular bizga laboratoriyani o'zimiz xohlagandek qilib beradi. Kod netdi?
adashdik. Bu yerda shu hammasi sterilniy bo'lgani uchun endi biza ehtiyot bo'ling. O'zi ochilib Ha. Bularni hech kimga agar nimadir kirsa o'zi tapa-tega olib qoladi. Mana sterilniy toza zona hisoblanadi. Laboratoriya. Hali ishni boshlab bu yerda ochganimizdan keyin alohida taklif qilamiz. Tushib laboratoriyani bitta ko'rib chiqamiz.